Assalamu alaikum qarindoshlar. Bugun Montreal 2-oyning 4-sida Montreal shahridagi jamoat miyaga chiqib, shu namoyish qilyapmiz. O'lja voqeasini eslab. Assalamu alaikum. Dunyoning har qaysi joylaridagi aziz qarindoshlar, qanday ahvolinglar yaxshi turibsizlar? Mana hozir biz Kanadaning Calgary shahrida Edmontondan kelgan qarindoshlarimiz bilan birga Xitoy konsulxonasida namoyish qilib ko'ryapmiz. Bugün 2024-yılı 2 ayının 4. günü Yekşembe biz Kanada'nın Edmonton şehrideki aylıklar bilen Calgary şehrideki Xitoy konsolosluğuna gelip 25 yıl gelip Calgary'deki qarindoshlar bilen 5 fevral G'ulji qirg'inchiligini hatırlash ve Xitoyga bo'lgan noroziligimizni bildirish, Xitoy hukumatiga norozilikni bildirish munosabati bilan bu yerda namoyish o'tkazyapmiz. Assalomu alaykum. Sabtoshlar to'pimiz qarindoshlar, mana qor yog'laq bo'lib ketdi. Biz Xitoy konsulining oldida namoyish qilyapmiz. Namoyishga kelgan qatnashgan qarindoshlardan Alloh rozi bo'lsin deymiz. Ko'p sonda qarindoshlarimiz qatnashibdi. Bizniki yo'ldosh Mukarram yo'lning orqasida tutib turdi mana. Hava nayti soğuk, mana maqolani ko'ryapsizlar. Biz Edmontonga kelganlarmi, nayti tasdiq qildik yo'llar nayti 3 soatlik yo'l, ikki tarafga mashinalar tushib ketgan ashunday bir holatga keldik. Mushkullaringiz xayrli bo'lsin. Tünün kelgandim men bu shaharga. Bugun namoyish qilib Alloh xolsa yana qaytib kechda ko'rishamiz. Allohga omonat. Mana Xitoy konsullarininki oldi. Hammamizga ma'lum bu namoyish bundan 27 yil ilgari ana vatanimizninki Sharq Turkistonning G'ulji shahrida yuz bergan G'ulji qirg'inchiligiga xotirlash yuzasidan olib beryapmiz. Mana bu Xitoy konsulxonasi mush faoliyatga orliqni yiroq ko'rmay, qor demay, yo'lni suqoq demay, yo'lni muz, havoni suqoq demay qatnashib bergan barliq iz qarindoshlardan Alloh rozi bo'lsin. Ham mishada turib mishada o'zining bir kishilik majburiyatni ado qilmagan qarindoshlardan Alloh rozi bo'lsin. Meydana kelgan aslında o namoyish naiti tinchlik bir yo'sinda o'zining haqlarini talab qilib chiqqan yosh azimatlarninki Xitoyninki askeri qurolliq bostirishi bilan ularninki ko'p qismi shahid bo'ldi. Bugün şu şehitlerimizdeki ruhini hoş kılış için hemimiz meşaga toplanıp turibmiz. Second, I want to say shame on CCP. China's Communist Party stay in power for 70 years. Bazı bir namoyishlarda shanba kuniga qarindoshlarimiz chiqsin deb shuni o'rlashtiramiz. Endi ba'zi bir qarindoshlar adam yo'q deydi, unda emas. Mushat kamerasi bor, odamlar ichida bor. Agar siz davomli shu shanba kuni Xitoy konsulxonasida oldida namoyish qilib diqqat qilsangiz, bu Xitoylar mush ichida bor. Zaten bugungi shunda Urumchi July 5th, ya'ni andikin February 5'ning o'shunda namoyishlarda bular davomli biladi. Bu xalqaro bo'yicha buni davomli mushu Xitoy konsulxonasida namoyish qilgan bo'lgandan keyin ular bizning mushu oldi keyinda mushkullarni oldi keyinda cho'qim namoyish qilganligini biladi-ku. Shunaqa bunda adam yo'q deb o'ti demay cho'qim chiqishimiz kerak. Bo'lapmi? Boshqa chiqamizmi? Mushundaq namoyish kunlarida bu Xitoy konsulxonasi oldini bo'sh qo'yganimiz yaxshi. Mana shu so'g'oqdimi? Ariyada har xil so'g'oqlar, ba'zi yerda intayin issiq, ba'zi yerlarda oid so'g'oq. Qarindoshlarimizni irodasidan Alloh rozi bo'lsin. Yani müşahede şu Edmonton'da kelgan qarindoshlarimiz men qatorli hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Calgary'dagi qarindoshlardan Alloh rozi bo'lsin.
ballarımız, çoğunlar degandek chiqib. Mana mening qizim Aydin boshlayapti. Yo'lda o'tgan mashinalarni bizni qo'llash uchun ancha-muncha nimaniki mashinasining labasi uryapti signalni. Mao binada Xitoy konsulxonasi bor. Konsulxonaning adresini ko'rsatay. Shaharning markazida. Qarindoshlarimizni xeyli azar yig'layotdi, hozir kelyapti. Shu ko'rib qo'yinglar. And then the implement different design, different massage. Liberté pour le Turkestan oriental. Liberté pour le Turkestan oriental. Liberté pour Hong Kong. Liberté pour Hong Kong. Liberté pour le Tibet. Liberté pour le Tibet. Arrêtez le génocide ouïghour. Arrêtez human rights. We march for human rights. Freedom for East Turkestan. Freedom for East Turkestan. Freedom for East Turkestan. Freedom for East Turkestan. Freedom for China. Boycott made in China. Boycott made in China. Release our families. Release our families. Release our families. Release our families. Shame on China. Shame on China. Shame on China. Shame on China. Like they implement something like capitals, bourgeois, and they arrested a lot of people, and then starvation to the people, and cultural revolution. Davamlışı mümkün. Şunun için bir yere çıkanmayan kıyırdaşlarımga tavsiyelerim. Herkes boşap kalmaylı, biz boş durmaylı, yani meydanlarını boş koymaylı. Hem onların her kaysı namayışlarda meydanlara tökülüşlerini talep kılmış. Rahmet emanet.